Do'stlar, oldin Klinefelter sindromi bo'lsa, bola siz bo'ladi deb o'qiganmiz. Bilishadi, hali ham ko'pchilik biladi. Qozog'istondan bemor kelgan, moyagi juda ham kichkina bo'lgan. Operatsiya qilganmiz, mikroteziyada xudo berib urug'lar chiqqan. Tamil opa mana eko o'qib berdi. Birinchi ekoyimiz homiladorlik bo'ldi, lekin tushib qoldi. Ha. Qonadi, o'sha HGC'sigacha qonadi. Keyin endi bizlar taxmin qildik, homilasi bo'ldi-yu, ammo o'sha o'smay qoldi. Ikkinchi protokolida ikkita embrionchi hosil bo'ldi, ikkalasini ham podsadka qildik. 3 kunlik embrion. Dash tekshirilmagan. Homilalarni qo'ydik. Ikkalasi ham olgan. Xudoga shukr. Ikkalasi ham sog'lom degan. Ikkalasi, ha. 25 hafta bo'lib qoldi o'sha bular. Ular Qozog'istondan turib menga yozishadi. Hamma lecheniyalarni yozib, qarab turibman. Homilalar sog'lom. Xudo xohlasa, Klinefelter sindromidan tug'ilgan bolalarimiz bor. Buzi ham bo'ladi. Xudo xohlasa, hozir mana Tamil opa ko'rsatyapti. Men bu HGC'si boshida topshirgan